Assalomu alaykum hammaga podpischiklarim, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Xo'sh, ana bugun nasib etsa keyingi darsimizni boshlaymiz. Ana aytganimday, Sani 50 tonnalik avtokranimiz, ana bu gusaga ana yotibdi bu yerda. Ana bu Sani avtokranimiz ana. Xo'sh, ana 50 tonnalik. Ana bu одиночный gakimiz, trosimiz ana 5 tonnagacha ko'taradi. 4 talik zapasovkaga turibdi bu ham. 4 talik zapasovkaga bu 20 tonna ko'taradi. 25 tonnalik kranimiz esa 4 talikka 10 tonna ko'taradi. Nasib etsa ana video qo'yib boraman. Bugungi darsimiz ana shu avtokran ustanovkasi va kompyuterlari haqida bo'ladi. Nasib etsa kuzatishga davom etinglar. Darsni boshlayman. Ana bugun nasib etsa 50 tonnalik Saniga aytganimday ishga kelgandim. Ana 50 tonnalik Sani, buni o'zining tablosi boshqacha bo'ladi, knopkalari boshqacha bo'ladi, lekin skorosti o'sha 8 talik bo'ladi. Xo'sh, ana bu ruchniga XMG ga pastga bo'ladi, bunga tepaga bo'ladi. Bu qulay bu. Sani shunisi yaxshi. Keyin buni enshisi skorostiga urildi. 3 ga 4 ga farqi yo'q. Keyin ana bu ensha bo'ladi, ana ensha tabloga chiqadi. XMG ga ham chiqqan tabloga ko'rinadi. Buni muftani bosgandan keyin bu birinchi turgan knopka tepaga, ikkinchisi pastga bosiladi. Mufta sekin qo'yib beriladi. Ensha qo'shiladi. O'chirishga ham xuddi shunday bo'ladi. Mufta bosiladi. Muftani bosgandan keyin xalos yo'q qilinadi. Xalos yo'q qilgandan keyin buni tepaga ko'tarib, qayta o'z holiga buni pastga tushirib qo'yiladi. Muftani sekin qo'yib beriladi. Bitta enshasi ana shu bo'ladi. Muftani bosib, skorostiga urib, buni tepaga ko'tariladi, buni pastga tushiriladi. Bitta farqi ana shu enshaning farqi. Men sizlarga keyingi darsimizga ustanovkalarni ham hammasini ko'rsatib boraman. Qana ishlash kerak bu richak kranimiz. Men sizlarga bitta qilib nasib etsa video montaj qilib tayyorlab qo'yib boraman. Mana bu elektronik Sani kabinkasi. Ishimizni boshlaymiz nasib etsa. Kuzatishga davom etinglar, like, podpiska ayamanglar. Foydali videolar qo'yishga davom etaman. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.